1911-yili 8-oyning 19-kuni Femproja ismli bir İtaliya sirchisi Fransiya Rover saroyining odam ko'zi tushmaydigan bir joyiga yo'shirilgan. Rover saroyi taqilib bo'lgandan keyin Femproja fursatdan foydalanib asta bir rasmning oldiga kelgan hamda u rasmni ramkadan chiqarib qo'yniga tiqib o'g'irliqcha ilib chiqib ketgan. 3 kundan keyin, ya'ni 8-oyning 22-kuni Rover saroyining xizmatchilari Mona Lisa nomli rasmning yo'qolganligini bayqagan. To'g'ri, Mona Lisa o'g'irlanishdan burun unchalar cho'ng nom chiqarmagan. Aksicha, u o'g'irlangandan keyin uning nomi har xil gazet jurnallarda butun dunyoga tarqalgan. Albatta, 2 yildan keyin rasm o'g'irlagan Femproja tutilgan. Mona Lisa qaytirib kelingan. Shundan boshlab bu rasm butun dunyo miqyosida tunilib ketgan ham Rover saroyining eng qimmatli go'hirga aylangan. Bu qitimli mazmunda biz Mona Lisa'ning 5 sirliq tarbi to'g'risida to'xtalib boqaylik. Birinchi, Mona Lisa'ning homildorlik yoki bola emitish mezgilida turayotganligi to'g'risida. Mutaxassislar infraqizil qizil nur texnikasi bilan Mona Lisa'ni inchiki kuzatish orqali Mona Lisa'ning kiyimining ustungi qavatiga nepiz bir qavat gaz yog'liq o'ralganligini bayqagan. Bu kiyinish shu zamonda kalinro deb atalgan bo'lib, qo'saq ko'targan ayollar va tug'utdan keyingi ayollarning tipik kiyinish usuli. Uningdan boshqa uning ozroq ishigan bir jup qo'li va to'sib olgan qo'rsoq qismini qo'shganda Mona Lisa'ning homildorlik mezgilini yoki bola emitish mezgili ekanligini bilib olamiz. Ikkinchi, Mona Lisa'ning sirliq salohiyati. Ko'p yillardan buyon Mona Lisa'ning salohiyati to'g'risida nurg'un mutaxassislar bas-basli talash tortish ilib borgan. Bularning ichidagi eng qoyil qilarlik javob Mona Lisa Italiya Florizalik bir yipak savdogarining ayoli. Asli ismi Lisa Gradini. Lisa'ning yo'ldoshi ayni chog'da Da Vinci'ning dadasi bilan yaxshi o'tgan. Uning ustiga ular udulma-udul qo'shnilardan edi. 2012-yili Italiyaning bir arxeologiya atriti Floriza'ning ma'lum bir o'yin qo'y saroyi ichida 3 nafar ayolning iskeletini qazib olgan. Hamda ularning ichidagi birini Mona Lisa bo'lishi mumkin deb qaragan. Lekin sistemalik tekshirish va selishtirishlardan keyin bu farazlarning xato ekanligi isbotlangan. 3. Mona Lisa 4 qavat sizilishdan tarkib topgan. Rassomlikni analiz qilish mutaxassislari Spectre foto apparati texnikasi orqali Mona Lisa'ni inchika analiz qilgan. Natijada Mona Lisa'ning ostingi qavatiga 3 qavat o'xshamagan rasm sızılgan. Eng ostingi qavatiga bo'lsa, obyektga berilgan original sızılgan. Ikkinchi qavatiga bo'lsa, marvoy chach qatirilgan ayol sızılgan. Uchinchi qavatiga kelganda rasm Lisa Gradiniga o'zgartirilgan bo'lib, dal ashu yipak savdogarining ayoli edi. Biz faqat rasmning 3-qavatidilla Lisa Gradinining haqiqiy qiyofatini ko'rib olamiz. Biz ko'rgan 4-qavatidagi Mona Lisa'ning yuzi allaqachon so'l tarafga burilib ketgan. Uning ko'zlarini tasvirlab berish texnik tasdiq to'xtaydi. Mutaxassislar bu 4 qatlamni Da Vinci o'xshash bo'lmagan tasavvurlarni aralashtirib sızgan deb qaragan. Ya'ni ba'zi tadqiqotchilar bu faqat bir o'ydirib chiqarilgan shaxs deb qaraydi. 4. Mona Lisa'ning sirliq kulimsirishi. Mona Lisa'ning